Salom dahshat armiyasi, ozgincha safarda edik, dam oldik. Kutib qolgan bo'lsangiz hammangizga rahmat va hammangiz uchun kommentariyada bittadan dahshat like bosaman. Keyinlar eng oxirgi xabarlar va intervyulardan boshlaymiz. Bugun yana 2-3 ta video, ertaga ham xuddi shunday. Bitta dahshat like bosing, yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'lib, bu aktivlik uchun yordam beradi. Dana White intervyu berdi. Jon Jones, Tom Icefield, Michael Chandler, Paddy Pimblett bundan tashqari yangi boks promotioni haqida gapirdi. Men bo'lsa boshladim. BRICS hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top futbolchilar, top vekeplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat.me deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Britaniya meysida va umuman butun dunyoda muhokama qilinayotgan asosiy mavzu bu og'ir vazn divizionidagi vaziyat. Chunki bu yerda Britaniya manfaatlari ham bor, xususan Tom Icefield bilan. Juda ham ko'p odamlar allaqachon super jangni kutmoqdalar. Hammasiga shunday deyman. Birinchi kundan beri aytayotgan gapim, jang bo'ladimi? Ha, jang bo'ladi. Bu faqat vaqt masalasi. Qolgan ish faqat imzo qo'yish va uni tashkil qilish. Jang albatta bo'ladi. Qanaqadir oxirgi muddat bormi reja qilayotgan? Yo'q, aniq muddat yo'q, lekin men sizga aytaman, jang bo'ladi. U deyarli tayyor, lekin hali butunlay tayyor emas. Hali shunchaki hammasi yakunlanmagan. Ya'ni men bu yerda o'tirib sanani e'lon qila oladigan darajada emas, lekin ishoning, jang bo'ladi. Bu logistikaga bog'liqmi yoki jangchilarning roziligigami? Yo'q, hech qanday muammo yo'q. Faqat imzolash qolgan. Yaxshi, demak biz uni yaqin orada ko'rishimiz mumkin. Men sizga buni ko'p aytganman va yana takrorlayman, jang bo'ladi. Keling endi boshqa divizionga o'tamiz. Biz Britaniya Mays haqida gaplashsak va hozirda bunday darajaga yetganimiz juda ham ajoyib. Bir necha haftadan keyin Mayamida yana bir britaniyalik jangchi Paddy Pimblett co-main eventda oktagonga chiqadi va Michael Chandlerni qarshi oladi. Bu shunchaki ajoyib bo'lishi kutilmoqda. Ha, bu jang ajoyib bo'ladi. Bu juda zo'r kart va albatta Paddy uchun katta kecha. Bilasanmi nega? Chunki Paddy atrofida doim shubhalar bo'ladi va u har doim o'ziga shubhalanganlarni ovozini o'chirishga muvaffaq bo'ladi. U oktagonga chiqib jang qiladi. U Mayamida ham buni yana bir bor qila oladimi? Buni ko'ramiz. Yevropadagi MMA'da ham o'zgarishlar bo'lmoqda. Yaqinda Illa Topuria o'zini yarim yengil vazn kamaridan voz kechdi va 155 funt vaznga ko'tarildi. Endi sizda Illa Topurianing kelajagi bo'yicha qanday rejalar bor? Biz hali ham uni ishlamoqdamiz. Hozir shuni qanday joylashtirish, qanday reja bilan harakat qilish ustida ish olib bormoqdamiz. Yana bir necha hafta kutsangiz, o'shanda bizda aniq rejalar bo'ladi. Ha, haqiqat shundayki, u kamarni bo'shatdi va yuqoriga ko'tarildi. Qolgan tafsilotlarni esa yaqin orada bilib olasiz. Sen bir necha marta menga hozir ko'p narsalar xalaqit bermoqda demoqdasan. Bu meni boks mavzusiga olib keladi. Chunki yillar davomida siz boks haqida gapirgan edingiz. Endi esa yaqinda siz bu soha ichiga ham kirayotganingizni ko'rdik. Savolim shundayki, sizni turkiyalik sheyx TKO bilan boks olamidagi hamkorlaringiz UFC'dagi ishingizga qanday ta'sir qiladi? Bu hech qanday ta'sir qilmaydi. Shunchaki men yanada ko'proq band bo'lib qolaman. Bilasanmi, so'nggi 2 yil davomida Power Slap promotionni ham yuritdim, yana boshqa ishlarni ham qildim. Bu ham xuddi shunday bo'ladi. Endi men infratuzilma yaratishni boshladim. Jamoa to'plamoqdaman. Allaqachon ofis va binoni belgilab oldik. Endi bu ofislarni to'ldirishni boshlaymiz. Keyingi hafta aynan shu ishlar bilan shug'ullanaman. Ertaga turnir bor, undan so'ng darhol Las Vegasga uchamiz va dushanbadan boshlab men TKO boksing uchun infratuzilmani qurishni boshlayman. Oddiy boks muxlisi sifatida so'rayman, birinchi boks turniringni qachon o'tkazishni reja qilmoqdasan? Yoz oxirlarida kichik harakatlarni boshlaymiz. Lekin 2026-yildan boshlab hammasi to'liq kuch bilan ishlaydi. Bu yil ham bir ikki narsani qilishni rejalashtirganman. Sen yillar davomida bu sportni kuzatib kelding. O'zing ham bir necha marta bu sport buzilgan deganding. Bu narsani tuzatish uchun nima qilish kerak deb o'ylayman. Bilasanmi, uni butunlay buzib tashlab qaytadan yig'ish kerak. Agar UFC'ni yodga olsak, biz kompaniyani ilk marta sotib olganimizda bizda atigi 12 ta shartnoma bor edi. Hozir esa deyarli 1000 ta shartnomamiz bor. Demak, boksni ham xuddi shunday noldan boshlash kerak. Yosh iqtidorlarni izlash, to'g'ri matchmaking qilish, tomoshabinlarni jalb qiladigan turnirlar o'tkazish, shoularni to'g'ri tempda rejalashtirish va albatta zo'r teleprodukt taqdim etish. Aslida bu hammasi UFC'da qilinayotgan ishlar. UFC'dagi eng katta yutuqlardan biri, men o'zimdan ko'ra oddiyroq muxlis bo'lgan do'stlarim bilan gaplashganimda shuni ko'ramanki, men juda oson bu narsani tushuntirib beramanligi. Meni qayta olaman. Mana bu chempion.
Aksariyat divizionlarda bitta chempion bor, bitta inson, bitta odam. Menimcha shu narsa sportning go'zalligi. Biz boksda ham shunday holatga yetishimiz mumkinmi? Odamlar shunchaki bitta odamga ishora qilib, bu og'ir vazn chempioni yoki bu yarim og'ir vazn chempioni deb ayta oladigan bo'lishsa, boksda bunday emas-ku. Bu juda ham muhim. Agar bokschilarga qaraydigan bo'lsak, turli xil tashkilotlar bor, to'g'rimi? Har birining o'zining chempioni bor. Aslida ular dunyoning top 3 yoki top 5 bokschilari bo'ladi. Bitta chempion va qolganlari 2-chi, 3-chi, 4-chi raqamli o'rinlar. UFCda ham xuddi shunday. Sen nafaqat chempionni nomlay olasan, balki har bir diviziondagi eng kuchli uchlikni ham bemalol ayta olasan. Menimcha mana shunday tizim boksga ham qaytish kerak. Va bu meni asosiy rejam. Axir bu model murakkab emas, bu raketa qurish emas, bu oddiy model, bu UFC modeli. Dahshat kanali tarjima qilindi. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'ling. Aksiya uchun like bosing, hozir yana videolar chiqadi. Prosmotr uchun rahmat Dahshat armiyasi.